Hech o'ylab ko'rganmisiz, odamlar qachondan uchishni boshlashgan? Stop, uchish deganda samolyotda uchish to'g'risida gapiryapman. Endi bilib olasiz. Aka-uka Wrightlar 1903-yilning 17-dekabr kuni Flyer 1 deb nomlangan uchar uskunada osmonga chiqishgan. Bu esa dunyoda ilk marta dvigatelda ishlaydigan va boshqarsa bo'ladigan uchar uskunani rasman osmonga uchishi bo'lgan. Bu samolyot o'zi daraxt va matodan tayyorlangan bo'lgan va unga benzinda ishlaydigan 12 ot kuchli dvigatel o'rnatilgan. Samolyotni esa kim birinchi bo'lib boshqarishini oddiygina tanga orqali hal qilishgan. O'shanda aka-uka Wrightlarni ukasi yutib chiqqan va dunyodagi birinchi pilot bo'lib tarixda qolgan. O'zbekistonda esa samolyotlar 1920-yilda paydo bo'lgan. Esinglarda bo'lsa, o'sha paytlarda Tapoich deb nomlangan samolyot yasaydigan zavod bo'lgan. Bundan ham ko'proq qiziqarli ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling.